Makon mahallasida joylashgan 292-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida an'anaviy tarzda o'tkazib kelinadigan boshlang'ich ta'limda xalqaro rivojlanish tendensiyalar mavzusidagi amaliy seminar-trening o'tkazildi. Unda Qozog'iston Respublikasining universitet va maktablaridan kelgan 20 ga yaqin o'qituvchilardan iborat delegatsiya va tumanimizdagi maktablarning boshlang'ich sinf o'qituvchilari ishtirok etishdi. umumta'lim maktabimizda xalqaro seminar tashkil etilmoqda. Ushbu seminarimizda Qozog'iston davlat universitetidagi prorektorlar, professorlar hamda o'qituvchilar tashrif buyurishyapti. Ushbu seminarimiz uzoq yillardan buyon o'tkazib kelinmoqda. Chet davlatdan kelayotgan universitet prorektorlari, professorlari bilan bizni o'qituvchilarimiz tajriba almashishadi. Avvalida ishtirokchilar xalqaro miqyosdagi yangi tendensiyalar haqida ma'ruzalar qilishi, fikr almashdi. So'ngra maktab o'qituvchilari boshlang'ich sinflarga tabiiy fanlar, ona tili, matematika, rus va ingliz tili darslarining o'tish jarayonini bevosita kuzatishdi. Aytish mumkinki, o'zaro tajriba almashinuviga sabab bo'lgan bunday seminar-treninglar o'qituvchilarning bilim va malakalari oshishiga xizmat qiladi. Xalqaro dеңгейде ұйымдастырылған ғылыми-практикалық семинар өте жоғарғы дәрежеде өтті. Біздің мектебімізбенен Өзбекстандағы мектептердің сабақ беру барысындағы әдіс тәсілдерменен алмасып, өзімізге қоржынымызға көптеген дүниелерді салып кетіп бара жатырмыз. Сіздерге бұл күнгі семинарларымызға көп рахмет дегіміз келеді.